Oddiy balonga $1000 sarfladingmi deganlar bilan tortishmang. Chunki Michelin bu oddiy balon emas. Assalomu alaykum, hurmatli Elegant Avto Studio kuzatuvchilari. Navbatdagi proyektimiz Malibu 2 XL avtomobili. Qilgan ishlarimizni birma-bir sanab o'taman. Ishlarimizga baho berib, videoga like bosishni unutmang. Sochim ozgina uzun bo'lganda mashinaga qarab tarab olsam bo'lar ekan. Sezib turganingizdaqa 3 etapli detailing polirovka, 1 etap keramika bo'lgan. Videoda yaxshi bilinmagan bo'lsa tushuntirib o'taman. Kuzov oyna bilan bir xil, faqat rangi qora. Mashinamizni salon rangiga moslab, patologini ham avtotikan materialda qoplab, qoraytirib berdi. Buni foydasi nima deysizmi? Tashqaridan qaraganda yana ham tiyomliroq ko'rinadi. Ko'rib turgan bu baloningni oddiy balon emas, Michelin Cross Climate 3 zakaz asosida chaqirtirib, shu joyi o'zida taqdirib berdi. Mijozimizga yanada qulaylik yaratish maqsadida. Mashinamiz deyarli masla bo'lishiga qaramasdan, rulini vertiyajga qilib, yangilab berdik. Shuncha xarajat qilgan mijozimizni ko'chada yurganlarida shumla bezovta qilmasligi uchun to'liq ko'zib shumizatsiya qilib berdim. Darcha tomlargacha. Albatta, Elegant Avto Studiyani 1 yillik kafolati bilan. Shuncha xarajatdan keyin qilmasa bo'lmaydigan bitta ish, bu albatta Mercedes hadovoy, lekin mashinamizda o'zida bor ekan. Bu xizmat albatta bizda ham bor, 8 oy kafolati bilan. Bu videoni ko'rib turgan barchaga eng kamida shunaqa mashinalar nasib qilsin. Faqat mashinaning o'zi emas, Elegant Avto Studiyaning xizmatidan foydalanish ham nasib qilsin.